Assalomu alaykum qadrli treyderlar. Demak, davom etamiz. William Gant texnikasi bo'yicha tillarni demak analiz qilamiz. Xo'p, har doimgidek D1 grafik bilan boshlaymiz. D1 grafikida hozir bizada tilla уже keyingi uровеньga yaqinlashib qoldi. Demak, keyingi uровень bizada 4819 ekan. O'sha yerga endi taxminimiz bo'yicha bozor borishi kerak. D1 grafikida bu. Endi nima desa bo'ladi? Biz o'z tillani o'tgan yildan beri analiz qilyapmiz. Shu bozorni mana bu nuqtalarda boshlagan edik, adashmasam, va bozorni biz mana bu joydan bayga signal berganmiz. Va oldinma ketib mana uровеньlar hammasi demak o'tib kelyapti birma-bir. Bu uровеньlar orasidagi masofa demak har bitta uровень orasidagi masofa 3000 punktga teng. Ko'ryapsizlar, 3000 punktdan oshiq masofa va tilla birma-bir hammasini demak birinchisidan ikkinchisiga borib o'zini demak narxini yana yuqorilab bormoqda va hozir bu holatda masalan Gant texnikasi bo'yicha bizga qanaqa plyus taraflari yoki minus taraflari bo'lishi mumkin? Masalan, plyus tarafi qanaqa taraflari? Xo'p. Mana bu joyni olaylik. Mana bu joyda ko'pchilik masalan selga kirgan bo'lishi mumkin pozitsiya, chunki masalan o'zini texnik analizi bo'yicha sel masalan pozitsiya ko'rgan bo'lishi mumkin. Oddiy misol, mana уровень mana bu yoqqa поддержка qo'yadigan bo'lsak, уже mana bu yoki двойная вершина bo'lishini kutgan bo'lishi mumkin va tillani pastga ketishiga demak taxmin qilgan bo'lishi mumkin, misol uchun. Lekin Gant texnikasi bo'yicha bu yerda уже mana bu uglimiz 1.8 ugl proboy bo'lib zakreplение bo'lgan va уже keyingi уровеньga 4469 ga borishi yaqqol уже demak taxmin ostida bo'lgan va shunday ham bo'ldi va keyingi уровеньga borib bu уровень demak proboy bo'ldi va zakreplение hosil qildi tepada va ahamiyat berishi mumkin. Mana vertikalniy zonadan pastga bozor razvorot olgan. Men o'shani o'tgan safar aytgan edim. Mana bu demak vertikalniy liniyalar bizada bozor razvorot liniyalari hisoblanadi. Va ahamiyat beringlar, razvorot bo'lib turib retes, ya'ni mana 1.8 uglga pastdan retes bo'lyapti bozor va yana уже keyingi demak narxga qarab o'sib ketgan. Va bu yerdan ham mana razvorotniy zonadan hozir tilla razvorot olyapti. Taxminim bo'yicha bozor mana bu yoqqa retesga kelishi mumkin. Yoki yana pastroq ham tushishi mumkin va sekin-asta yana ko'tariladigan bo'lsa, u holda уже keyingi уровень bizada 4819 kutilmoqda. Hop, 1 soatlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, 1 soatlik time frame da bizada bozor hozir 4600 da почти yopilgan va kutilayotgan natija keyingi уровеньdan o'tib kelib 4666 ga borishini taxmin qilyapmiz va o'tdan kakras bizada ugullarimiz 1.2 ugli bor ekan va сопротивление o'sha 4660 dollarga demak borishini taxmin qilyapmiz. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Like bosishni unutmang. Salomat bo'ling.